Assalomu alaykum. Mani aziz takipchilarim. Yaxshimisiz? Hozirgi ko'radigan kartamiz sevgan odamingizni qaytishini bilmoqchimisiz? Mumkinmi qaytishi? Yoki hayotingizda yangi bosqich boshlanadimi? Kartani tuting va diqqatingizni jamlang. Hayolingizda nimalarda niyat qilayotgan bo'lsangiz, o'sha niyatlaringizni hayolingizga keltiring. Qaytishi kerak bo'layotgan insonni ko'zingizni oldiga keltiring. Yoki taqdiringizda yangi keladigan inson, tanimaysiz-ku, endi sizga hayotingizda yangi keladigan inson bormi yo'qmi, faqat hayol qiling, yaxshi narsalarni o'ylang. Endi mabodo ajrashib ketgan bo'lsangiz, xo'jayiningiz bilan yana qaytadan yarashishingizni hayol qiling. Shunga o'xshagan narsalar. Hozir shu masalada karta ko'raman. Diqqatingizni to'plang, tez orada javoblarini bilib olamiz, do'stlarim. Avvalambor hammalaringga assalomu alaykum. Xush keldilaring yana takroran. Mana podpischiklarim, go'zallarim. O'zlaringni yaxshi nastroy qilinglar. Yaxshi narsalarni o'ylanglar. Mana hozir ochishni boshladim. Qani, sevgan odamingiz qaytadimi? Ajrashgan bo'lsangiz qaytadan yarashasizmi? Shu masala bo'yicha hozir ko'ramiz. Qani, kartalarimiz nima javoblar beradi bizga? Demak, barchamiz bir xilga nimalar haqiqatdan ham turmush o'rtog'ini qaytishini xohlaydiganlar bor. Bir xilgilar yaxshi bo'ldi ajrashganim, hayotimda boshqa inson chiqsin deganlar bor. Endi hozir yangi inson chiqsa, unga ishonish ham qiyin. Keyin qandaydir birinchisiga o'xshamaydi. Yolg'onlar orada bo'ladi. Qanaqadir nimasidir o'xshamasligi mumkin. Shunga o'xshagan va hokazo narsalar. Endi savolimizga javoblar. Sevgan odamimiz yana takrordan qaytadimi dedik. Sevgan odamingiz qaytishni ham o'ylayapti, qaytmaslikni ham o'ylayapti. Chunki ikki taraflama qattiq zarba olingan. Qaytadimi? Ammo hozir uni hayotida boshqa insonlar ham bor. Qanday inson bo'lishi mumkin? Endi bir xilgisi yana ikkinchi turmushga uylangani bor buning ichida. Hali uylanmasdan boshqasi bilan gaplashib yurgani bor buning ichida. Har xil turli va hokazolar. Endi aziz takipchilarim, yaxshilab eshitinglar. Hayotlaringda yangi dönam bo'ladi. Yangi dönam bo'ladi. Endi sal e'tiborli bo'lasizlar. Sal diqqatlaringni yaxshiroq qarashga, yaxshiroq e'tibor berishga sozlaysizlar. Lekin mana xo'jayinim qaytadimi, xo'jayinim bilan takrordan yarashamanmi degan savollarimiz bor. Albatta, yarashish pog'onasida turganlarimiz ham bor. Yarashaman deb o'zi ham keladi, yarashasiz ham. Lekin keyin yarashmasam bo'lar edi degan va hokazo gaplarni gapirmanglar qizlar.
chunki taqdiringiz bir bo'lgandan keyin takror keladi. Taqdiringiz bo'lmasa, unda u boshqasiga uylanadi, siz boshqasi bilan turmush qurasiz. O'shanga o'xshagan narsalar. Lekin takrordan kelyaptimi? Sizni taqdiringiz u. O'shaning uchun o'zlaringni har xil bermanglar. Endi bir xilga oilalar arzimagan narsalar orqasidan, yolg'on, tuhmat, bo'xtonlar orqasidan ajrashib ketgan oilalarimiz bor. Yomon energiyaning orqasidan ajrashib ketgan oilalarimiz bor. Endi qanday desam ekan, ko'rolmaydigan insonlar bor hayotda. Deydiki, shuni hayoti buzilsa yaxshi nafas olaman deydiganlar bor. O'shalarga biroz e'tiborli bo'lamiz, qizlarjonlar. Hayotda og'iri, yengili bor. Endi qaranglar, xo'jayinim takrordan yarashadimi deganlar javobini berdim. Haqiqatda keladi, yarashasizlar. Keyingi dönemdagi savollarimiz, yana bizda uchrashuv bo'ladimi deb menga savol berishibdi. Uchrashuv bo'ladi, lekin bu sizni taqdiringiz emas. Chunki oilalik, qizlarjonlar, sizlardan iltimos, oilaliklar bilan o'zlaringni vaqtlaringni ketkazmanglar, chunki uni oilasi bor. Endi mana o'rtada turgan yomon insonlarga kelsak, yomon energetik, yomon negativ insonlarga kelsak, bu har joyda bor. Oilalarda bor, tashqarida bor, ish joylarida bor. Lekin biroz e'tiborli, biroz unaqa bo'lamiz. Chunki shu negativlarga, yomon energiyalarga kendimizni, o'zimizni yutqizib qo'ymaymiz, qizlarjonlar. Hayotlaringda bo'lib o'tgan narsalarni ko'p o'ylaysizlar, ko'p o'sha narsa yana takrordan bo'larmikin deysizlar. Albatta bo'ladi, qizlar. Lekin ozgina biroz vaqtimiz bor. Vaqt bor. Necha kutamiz, ammo vaqti soati kelganda o'sha siz o'ylagan narsalar, siz o'ylagandan-da ko'proq darajada bo'ladi. Qachon? Faqat yaxshi narsalarni o'ylagan paytimizda. Endi mana yerda qaranglar, o'yinlar tushyapti, har xil ig'volar tushyapti. O'yin deganimiz, misol uchun mana hozir teskari turibdi, lekin teskari tursa ham, o'ng'i tursa ham, bu kimdir qarshingizdagi odam sizni o'ynatayotgan bo'ladi. Qanday o'ynatayotgan? 200lama bo'ladi. Sizga boshqa gapirishi mumkin. Sizni oilangizga noxushlik tushirayotgan bo'lishi mumkin. Sizni diqqatingizni olib turib, sizni oilangizni buzgisi kelayotgan bo'lishi mumkin. Misol uchun bir xilga daqalar bor, negativlar bor. Qanday deb tushuntiraman? Sizni baxtingizni, sizni oilangizni, sizni uyingizdagi narsalarni ko'rolmaydiganlar, sizni yaxshi yashayotganingizni ko'rolmaydiganlar, sizni oilangizni ajratishni xohlaydiganlar, ular mana shular bo'ladi. Yomon negativlar bo'ladi. O'shaning uchun e'tibor qilinglarki, ko'p ham yaxshi do'st ham bo'lib ketmanglar, dushman ham bo'lib ketmanglar. Deyishadi-ku bizda, dushmaningga bir yo'la yomon dushman bo'lmagin, vaqti soati kelganda dushmaning seni haqiqiy do'stingga aylanishi mumkin. Do'stingga ko'p ishonib vormagin, vaqti soati kelib eng ashaddiy dushmaningga aylanadi. O'shanga o'xshagan narsalar, qizlarjonlar. Endi mana oilaviy masalalar, eridan qattiq xafa bo'lganlar bor. Hadima erkaklarni maqtab, xotinlarni yomonlash emas maqsadim. Nihoyatda oilasidan qattiq xafa bo'lganlar, xo'jayinidan qattiq yuragiga zarba olganlar qanday bo'ladi? O'zini uyda xotini turib, boshqalarni oldiga borib, kayf safo qilib, ko'cha xondon, uy zindon
bo'ladi, unaqa narsalar bor. O'shanaqa ayollarimiz ham bor albatta. O'shaning uchun bu ayollarimiz ham vaqti soati kelib, xudo xolasa yaqin kunlarda yo'llari, ish yo'llari har tomonlama ochilib, baxtli hayotga qadam qo'yishlari mumkin. Kutgan narsalari bo'lishi mumkin. Yangi tanlov, misol uchun qarshimizda yana oldimizdan bir yangi boshqa hayotim buzilib, bir yo'la yana toq qolib ketamanmi, yo birortasi mani qarshimdan chiqadimi deganlarga, ha, albatta chiqadi. Baxtingiz kelyapti. Baxtingiz kelyapti, misol uchun baxt qushi deydi. Shu baxt qushi kelyapti. Siz bu baxt qushini ushlab qolmaslik o'zizga oid bo'ladi. Ushlab olish ham sizga bog'liq. Qo'yib yuborish ham sizga bog'liq. Shuning uchun sal aqllaringni joyiga qo'yib, yaxshi narsalarni o'ylab, kelayotgan baxtni o'sha mahkam ushlab qolishga harakat qilinglar. Misol uchun bir xillarimiz bor, bundan maslahat olishim kerak, bu nima deydi? Yo'q, maslahatni faqat o'zingizdan oling. Boshqadan olgan maslahatingiz sizga hech qachon foyda bermaydi. Chunki vaqti soati kelib o'zingiz aytasizki, nimaga shuni gapiga kirdim? Men undaqa qilsam bo'lardi-ku deysiz. O'shaning uchun o'zingiz tanlov qiling, o'zingizga o'zingiz maslahat bering. Ana undan keyin siz har doim yutasiz. Mana endi oilalar buzilish arafasida turganlar. Mana oila buzilib ketyapti. Bu oilani buzilishiga kimlar sababchi bo'lyapti? Mana urushlar, janjallar orada, sovuqchiliklar, uchinchi odamni borligi yoki yo'qligi. Yo'q, bir xilga oilalarning buzilishiga yomon negativlar ta'sir qiladi. Yomon negativlar degani har xil ilmi amal, shunga o'xshagan yomon narsalar. Atrofimizda yo'q emas, unaqa narsa bor. Har doim shunaqaga yugurib borib, bu narsalar, yomon narsalarni qiladigan insonlarimiz ham bor. Farzandlari bor, misol uchun mana oilani buzilib ketyapti. Yaxshi boshida sevishib, turmush qurib, farzandli bo'lib, baxtli bo'lgan oilalarni shunaqa qilib buzib yuboradigan odamlar bor. Endi nima deymiz endi? Lekin ikkalasi bir-birini rosa yaxshi ko'radi. Mana shunaqangi yomon negativ, ilm amal qiladigan xotinlarning orqasidan bu oila buzilib ketyapti. Lekin baxtli bo'lmaydi. Bularni oilasini buzib, men baxtli bo'laman deydi. Lekin baxtli bo'lmaydi hech qachon. Chunki hamma joyda tarozi bor. Hamma narsa hisob-kitobli. Vaqti soati kelib, bular yana qaytadan taqdirlari bir yarashadi. Lekin o'sha negativlar bo'lmasligi uchun men sizlarga nimani oxirida o'rgataman, nima qilishdi. Hozircha kartamni tugatib olay, qizlarjonlar, maylimi? Mana endi yana hayotimizda visokomerni insonlar, qanday visokomerni insonlar, o'zini manmansiragan, men faqat bittaman deydigan insonlar uchrab qolyapti. Lekin o'shaning orqasidan ko'p nima bo'lyapti? Zarba olishyapti yuraklariga. Qanday o'zlari diqqat bo'lib qolishyapti. Misol uchun visokomerniy bo'lib, men doim shunday bo'lib yuraman, men uni nazar pisand qilmasam ham bo'laveradi, mendan past, unaqa narsalarni qilmanglar qizlarjonlar. Keyin o'zlaring mana undaqa bo'lib, yig'lab, diqqat bo'lib qolasizlar. Bunday qaraganlaringda atroflaringda hech kim qolmay qolishi mumkin. Uzoq yo'lga boraman deganlarimiz, uzoq yo'lga harakat qilganlar, nima desam ekan, biroz o'zlaringni poklab, o'zlaringga qiladigan narsalarni qilib, keyin yo'lga chiqsalaring bo'laveradi.
mana ko'pchilik bir xilgilari bor, yo'llari bayliq. Yo'llari bayliq, qanday yo'llari bayliq? Shunaqangi haligi yomon negativlarni orqasidan yo'llari baylib, baxt tomonlari baylanib qolganlarimiz bor. Mana yana qaytib chiqyapti. Bitta gap kam, ikkita gap oshiqcha, bir yarimta gap chiqadida yo'q. Nozik bo'lib qolgan insonlarimiz bor. Hech narsa yoqmaydi. Hayotda faqat o'zimniki to'g'ri deydiganlar bor. Endi kimgadir baxt kulib boqadi. Kimgadir baxt voz kechib ketadi. Bir xilga ayollarimiz bor, biroz sog'liqlariga e'tibor berishlari kerak. Biroz sog'liqlaringga e'tibor beringlar, qizlar jonlar. O'zlaringni yaxshi ko'ringlar. O'zlaringni yaxshi ko'ringlar, hayot juda ham go'zal bo'ladi. Faqat o'zlaringga ishoninglar. O'zlaringga ishonib, uchinchi odamdan hech qachon maslahat olmanglar. Bir xilgisi to'g'ri maslahat berishi mumkin, bir xilgisi noto'g'ri maslahat berishi mumkin. O'shaning uchun maslahatchi ham o'zlaringga o'zlaringsizlar. O'zlaringni yaxshi ko'ringlar. Hayotlaringda yangi inson chiqadi. Yangi insonni ushlab qolish o'zlaringga bog'liq bo'ladi. Yarashamanmi deganlarni yana takrordan aytyapman, yarashishadi. Taqdirlari bir bo'lganligi uchun qayta keladi, qayta yarashuv bo'ladi. O'shaning uchun endigi safar kelganda bir-birlaringga yaxshi, e'tiborli bo'linglar. Endi bu negativlar postoyanni hayotimizda uchrab turadigan negativlar. Shu negativlar bo'lmasligi uchun qizlar jonlar, keyingi videoyimda iloji boricha qo'rg'oshim bilan tozalov qilaman. O'sha videoni qo'yaman. Yana bir ikkita videodan keyin qo'yaman u qo'rg'oshim tozalovini. Hozircha boshqa narsani men sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. O'sha yomon negativlardan saqlanish uchun qizlar jonlar, bizda lavroviy list deyiladi. Lavroviy listni olamiz. Bir oq qog'oz olamiz, oq varaq. Endi yo'l bo'lmasin haligi varaq, daftarni varag'i bo'lmasin. Oq listlar bor-ku, xuddi o'sha oq listlarga bitta lavroviy list qo'yamiz. Ichiga 7 ta qalampir monchoq qo'yamiz. Keyin haligi varaqqa hamma niyatlarimizni yozamiz. Misol uchun, nimani xohlayapsizlar, sizlarda nimani bo'lishni xohlaysizlar, nimani orzu qilyapsizlar, o'shanga o'xshagan narsalar. O'shalarni yozib, ismingizni yozib, yana endi misol uchun yaxshi ko'rgan odamingiz bordir, o'sha yaxshi ko'rgan odamingiz ismini yozing, nimalarni xohlayapsiz. O'shanga o'xshagan narsalarni yozib, ichiga hali men aytgan qalampir monchoq, lavroviy list qo'yib, chiroyli qilib taxlab, bir oq xaltacha qilib turib, uni yostiqlaring tagiga qo'yib 3 kun olib yotinglar. 3 kun olib yotganlaringdan keyin haligini oqar suvga oqizib yuboringlar. Niyatlaring tezroq amalga oshishi uchun. Ammo 3 kun yostiqlaring tagida turishi shart. Shu bilan o'zlaringni qanaqadir yengilgina o'ylagan maqsadlaringga yetishlaring mumkin qizlar jonlar. Yana bitta beradigan maslahatim, yana bittasi. Sizdan yomon energiyani chiqib ketishini xohlayotgan bo'lsangiz, skоворodkaga, gazga qo'ying skоворodkani. Skоворodkani qo'yganingizdan keyin 11 qoshiq tuz qo'ying skоворodkaga. 11 qoshiq tuz qo'yib turib, qoshiq bo'lsa ham bo'ladi, taxta qoshiq bo'lsa ham bo'ladi. Haligini по часовой стрелке soat qaysi tomonga yuradi, o'sha soat tarafga mana shunaqa qilib gazni yoqib qo'yib,
Tuz ham skоворodkada tursin. Niyat qilib, niyatingizni aytib aylantirasiz. Aylantirib niyatingizni ayting. Ammo buni qiladigan soati bor. Hech kim sizga mishat qilmaslik kerak. Soat kechasi 12:00 da qilasiz bu narsani. 12:00 da qilasiz. Niyatlaringizni aytib skоворodkadagi tuzni shunday qilib aylantirib hamma narsani aytib bo'lganingizdan keyin gazni o'chirasiz. Tuz o'shanday qolsin. Hech narsa demang, kirib yoting uyingizga. Ertalabda turib tuzga qarang. Tuzda ustiga qarang, qanaqa figura chiqqan urda ashitda. Figurani qanaqa chiqqaniga e'tibor beringlar. Keyin menga uni kommentariyada yozib qoldiringlar. Men sizlarga uni tarjimasini, nima bo'lganini men sizlarga tushuntirib beraman. Qizlarjonlar, takipchilarim, go'zallarim, podpiska bo'lishni unutmanglar, like bosishni unutmanglar. Keyingi videoyimda bundan ham qiziq narsalarni o'rgatishga harakat qilaman sizlarni. Rahmat. Tomoshalaring uchun, ko'rganlaring uchun men hammalaringni yaxshi ko'raman. Salomat bo'linglar.